Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan AVG kanali va bugun ikkinchi qism, o'zi birinchi videoyim bo'ladi. O'tgangi qism, birinchi qism. Tak. Biz hamma rejimda o'ynab ko'rmoqchi edik. Special Force Group 2 o'yinida. Biz zombi rejimda qolib ketgandik va eng yaxshi rejim deb men qani West zonasi va biz yana ketdik. Yaxshi, pislikni olamiz. Uchamiz keyin. Krisa zombilar kelib qolishmasdan. Kelishni boshlashdi. Men ham juda qattiq krisaman. Krisalar. Baki. Bu krisalarda ham kalla borda. Krisalarda kalla bor. Bular ko'payib ketgan. Voy, 29 ta bo'lib ketibdi. Jiddiy qisib turib olay. Krisa. Mana kallanga. Kill. Do'stlar, PUBG Mobile yaxshimi yoki Free Fire? Qaysi biridan videoga olay? Qaysi o'yinda o'ynab video chiqaray? PUBG yoki Free Fire? Keyingi video bo'pti. Hali bir komment hech kim yozmasa kerak. Men YouTube kanalim hali yangi, to'g'ri. Bir 10 tacha videoga kommentsiz video 10 tacha video komment kutilmaydi o'zi yangi YouTube kanalda. Shuning uchun ikkovini ham o'ynab ko'raman, Free Fire ni ham, PUBG Mobile ni ham. Krisa. Bu krisalar bir-birlari ustiga chiqib sakrashyapti mana bu haromilar. Yana yutdik. Hozir sразу olamiz. Normalniy bo'lish. Men bir miltiq olayım. Mana miltiq olamiz, uchamiz. Shuni olamiz. Uch ketamiz. Voy. Xo'sh. Sizlarga do'stlar bu yerda turib krisa yoqishni maslahat bermayman. Men bu yerdan otishni maslahat beraman. Bekka chiqishlar sal qiyin bo'ladi-yu, lekin chiqib olishlari mumkin bu krisalar. Bularga garantiya yo'qmi? O'tgangi video oxirlarida meni otib tashlashdi, urib ketishdi mashta. Qo'llarni tiqib ketishdi. Basharamga shapaloq urib ketishdi krisalar. Cho'ta men o'qim tugaydi. Vaqt tugangacha men o'qim tezroq tugasa kerak. Bitta ham kill bo'lganim yo'q. Nomer 1 bo'lsam, men nomer 1man. Krisalarda. Pislik ko'tamizmi deyman-a? O'q tugadi bu miltiqga. Bo'ldi. Krisa. Bu krisalar sakrashdi. 10% jonimni o'ldirdi. Yo'q qildi. 10 ta jonni uxlatdi bu krisa.
61 dona jon qoldi. Yoki 61%. Uxlatib qo'yishmi? Yaxshi. Endi men buni olamiz. Ili buni olaman ekan. Uchamiz endi yana. Pistik tovali. Uchamiz. Mana bitta. Hoppa. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Risk qilaman men. Uy! Krisa. Chicha qoldi uxlatishga meni. Chicha qoldi krisa. Krisalarda. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, men qanday risk qilaman? Shu yonidan o'tib ketdimi do'stlar? Даже men urishga ulgurmadi. Menga shapat bergan ulgurmadi. Shapaloq berilmadi menga. Voy. Yaxshi ham vaqt kamroq qo'yganman. Voy. Agar sal ko'proq vaqt qo'yganimda, o'sha men o'lib ketgan bo'lardim ekan. Parvoz vaqti o'lgan zombi. Do'stlar. Bular cho'ta kellasini mo'ljallash kerak do'stlar. Mana bunaqa krisalar chiqmasa faqat. To'rist o'qimni tugatib yuborishdi. Cho'rtlar. O'qim tugadi. O'qim bilan birga vaqt ham tugadi. Yana human swing. Humans. Yakimda beeline. Yo'q. Mana buni olaymi? Yo'q, o'q sal kamroq. Mana buni olaman. Ili buni olaman, buni. Keyin katana nomli qilich. O'tirma, yugar. Basharang qursin. Cho'chqa. Cho'ta krisa zombilar kelishdi boshlashdi. Sizlar kimni o'ldirdilar, kimni o'ldirdilar deylar. Xo'sh. Bu krisalarni urish qiyin-da, vashi. Har ko'kka ishdi. Miyasi yo'qlar. Miyasi yo'qda bular detish sal noto'g'riroq. Bu krisalar qaranglar do'stlar. Krisalar. Do'stlar, multiplayer o'ynayman, kimda botlar bilan o'ynayman. Qaysi biri yaxshi ekan? Yangi kanal bo'lsa ham komment yozsalaring bo'laveradi, hech bo'lmaydi. Noldan ko'ra yaxshiroq. Krisalardi. Davay. Pistik bilan uraman men bu krisalar. To'xta. Sirasi multiq kelmashtiramiz. Ili bizga bo'ldi, uchamiz. Do'stlar, 3 ketamiz. Hamma bitta chiqib qolmasa bo'ldi. Men qanaqa krisaman?
Uy, krisa. İşe. Bo'ldi. Uxlatishdi meni. Bunda bir zombi ham bo'lib o'ynayib ko'raylikchi, qani nima bo'lar ekan. Aylantir meni zombiga krisa. Oh, zombi be. Balandga sakrashimni qaranglar do'stlar. Uchib ketaman bunaqada. Kitlarga o'xshab sakrayapmanmi? Miltiqni ber. Nuha meni o'ldirib qo'yishsa kerak. Bir dona menga o'xshagan krisa qoldi. U ham botlar life hacklar ishlatishni bilishmaydi u. Bitta joyda kutish, bitta joyda o'tirib yurishaveradi. Life hack degan narsa yo'q ularda. Of. Tak, drapashka bilan bitta normalniy miltiq или yo'q, ololmayman ekan. Granat olaman. Drapashkani zombida tavsiya qilmayman do'stlar. Uzoqdan urish kerak bo'ladi. Ayniqsa bundaqa life hack ishlatganda bu drapashka uzoqdan unchalik yaxshi emas. 200 to'q ketish kerak deymadi deyapman. Lekin Special Force Group'ni yangilanmagan eski versiyalari bo'lsa, drapashka yaxshi variant, chunki mana bunga o'xshagan joy bor, o'shanga chiqib olib turib, zombilar uraverasizlar do'stlar. Lekin yangilangandan keyin umuman bo'lmaydi. Yangilangandan keyin ko'proq faqat mashit xavfsizroq deb hisoblayman. Ko'ryapsizlarmi do'stlar drapashkani? Bir tiyinga qimmatligini. Trilliard o'q ketyapti. Mana bu krisan turishini. Bekar pauza yoqdim. Pauzani ham o'ziga yarasha sabablari bor. Restart qilsam ham baribir. Do'stlar, endi life hack ishlatmasdan oddiy o'ynab ko'raylikchi, qani. Qancha vaqt chidab tura olamiz ekan. Mana do'stlar, eski versiya dedim, mana shu yerga chiqib olib turib uraverasizlar. Hozir krisalar keladi. Mana bitta krisa, bitta vakil. Men uxlatgan kelishyapti. Bu krisa. Life hacksiz men umuman o'ynolmayman ekan. Men burchakka turgancha yaxshi variant emas. Yaxshi variant emas. Yetadi shuncha o'ynaganimiz. Endi boshqa zona. Boshqa rejim deganim. Bomba rejimda katta cho'lda o'ynaymiz. Va bu yerda bombani qaysidir krisalar, qaysidir yoki B zonaga qo'yishadi. Krisalar ko'pligini ham quvib ketadi. Hadi. Bomba B'da ekan. Do'st, juda ko'p pauza bo'lyapti. Men bor uzr so'rayman. O'ziga yarasha sabablari bor. Bundan keyin pauzasiz o'ynashga harakat qilaman do'stlar. Bomba portlaydi hozir, bilaman. Hoppale. 5 4 3 2 1 0. Bum. Terrorlar yutishyapti hozir. Terrorlarga ko'rsataman. Pulim normalniy. Winchester olamiz ili. Mana kelovrlaring. Mana bitta chiqib. Mashitda
turishimiz kerak. Xo'sh, chota bu yerga kelishmaydi. Noda 3 2 1 ketdik. Ular A'ga ketgan. A'ga ketishgan. Davay menga ham odam qo'yinglar, men ham bir kill qilib qo'yay. Jumaboy. Ris uka. Bo'shamadimi? Faqat bo'ldi. Surdik. Winchester bombaga ham joy yaxshi emas ekan. Pistigim yaxshiroq. Alligator degani o'ldi. Ikkinchi marta terrorlar win bo'ladimi deyman. Yanami? Bu krisa bomba вообще. Bo'ldi uka, surdik. Ulgurmaymiz baribir. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 o'qlab olaylik. Bomba portlaganmi? Xo'sh, Winchester bo'lmaydi, sniper ham bo'lmaydi. Bizga iloji boricha tez o'tib kerak. Avgalaman. Ketdik. Ba'ga kelganga o'xshashyapti. Men o'zimiznikilar ovozini eshitdim ekan. Ba'ga. Bu krisalar ba'ga kelakan, bitta turgan yaxshi. Vatanjon. Uxlatib ketishdi-yu. Vatan uchun meni uxlatib ketishdi-yu, krisalar. Endi 2 Infinity olamiz. 1500 ga Yumpio. Buni Yumpiga o'xshatib qo'yibman. Bunga bilmayman. Trabashka olamiz. Double bochka. Yo'q, endi B'ga borishsa kerak. Men taxminimcha B'ga kelishadi. Men ularni kutib olgan zo'r joyda bilaman. Mashta kutib olamiz krisalarni. Bu yerga unchalik ahamiyat berishmaydi u krisalar. 3 2 1 bo'ldi. Ularadi. Mana dalil. Bu kim? Bu biznikimi? Bu kim? Bu o'zimizniki. Demak, mana normalniy drabashka. Yana uxlatib ketishyapti. Bomba rejimda men o'ynanmasligim aniq ekan. Boshqa rejimga o'tamiz. Pichoqlashish mana shu rejimda shunaqa yomon ko'raman. Mencha zo'r pichoqlash olmayman. Bu rejimda Kestelda o'ynaymiz. Kestel chunki katta zona, pichoq 2000 tushundim. Mana shu pichoqlashni juda yomon ko'raman. Bu pichoqlash rejimda option bilmayman umuman. Uzun qilichim katta. Do'stlar, mana aytdim men. Bu pichoqlash rejimini o'ynayman. Qo'polligicha uzr. Do'stlar, bu pichoqlash eng bir palakat tomoni. Masalan, biz yangi pichoq oldikmi, demak, o'lganimizdan-ku pichoq o'rniga mana bu krisam berishadi. Bu pichoqlashda ham qiyin emas. O'tlab pichoqlarni olib o'ynaveramiz. Nohomiy orqamda yugurishadi. Birinchi kill. Keldi va urib ketdi. Do'stlar, bu rejim o'ynalmayman. Faqat kill bo'lishim aniq. O'shancha boshqa rejimda o'ynab qo'yaveramiz. Mana tak. Titmatch. Bu rejimni juda yaxshi ko'raman. Poyezd o'ynalmayman.
Qanaqa nastroyka? Death match. O'lim matchi. Men terror bo'lib o'ynayman. Mana olamizda qochamiz. Haydaymiz. Просто qochamiz. Любой da uxlatib ketishdi. Bu matchda umuman hamma o'zi uchun. Сразу bitta avtomat tanlaymiz. MP5, MP3 bitta granatani. Olamizda qochamiz. Granata bilan. Sechida ko'tingda qiz. Otib olay. Davay ikkomiz bilan uni uramiz desam, bu krisa sotqinlik qildi menga. Bo'ldi mana. Bitta krisa pishdi. Bitta yana krisa bor. Mana shu krisa meni o'ldirganmidi poshtida. Uy. Krisa. Men keldi. Voy, yo'q. Faqat bu emas. Ana. Qochamiz. O'qlar tezlash. Yana headshot. Tak. Qanaqa krisa bor? Belki. Qanaqa krisa? Qanaqa? Uy. Da. Ulgurmadim. Ismimni o'zgartirib olaman do'stlar. Keyingi video PUBG Mobile bo'ladi va undan keyingisi, xo'sh, keyingi video haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, qalqonga pul yetadi va qochamiz. Qanaqa qalqon tutamiz, qochamiz. Bitta burchak topish kerak-da, mana. Bitta burchakdan bundoq turib. O'tamiz. Sizlarga qalqon bilan o'ynashni maslahat bermayman. Bu qalqon bilan o'ynash juda yaxshi variant emas. Qalqon bilan o'ynash juda qiyin. Keyingi video haqida ma'lumot aytib qo'ysam. Keyingi video PUBGda prosta jun o'yin. Shu oddiy gameplay. Undan keyingisi Free Fire ham shunday. Hech qanaqa maqsad yo'q. Prosta tak o'ynaymiz. Undan keyingi video Minecraft. Minecraft deganim Minecraft haqida menga ma'lumot bersalaring, men nimagadir 1.2 versiyani topolmayapman. 1.2 versiya menga yoqadi. Krisalar. Uy, qalqonga tegdi. Krisa. Ot o'qla. Bo'ldi. Mana shunaqa o'qlagan payti ot borish kerak-da. Krisalardi. Iloji boricha pislikda bo'lsa o'zlaringga yaqin joydagilarni otinglar. Uzoqqa pisliklarga yetmaydi, o yaqindagilar sizlarni uxlatib ketadi. Mana tomdagilarni uxlatishi shartimizga o'xshayapti. Uy. Tajadik. Urib ketdi. Avamda qaraydi. Miltiqni chiroyliligini. Striker winner. Striker degan bitta bola. Hozir. To'xta, sovutga ishlasang chiqadi. Bo'ldi, qochamiz. Bu geranglar xushini taniganga qochamiz. Urib ketmasa bo'ldi. Iloji boricha qochish kerak. Krisa qayerda o'tyapti?
iloji boricha nima tomonga borganim yaxshi. Tepada ham yaxshi variant, tepa ham. Faqat tepada krisalar bo'ladi. Bu yaxshi. Mana uy, krisa. O. Qanday risk qilaman? Do'stlar, risk ma'nosini bilmaydiganlar uchun hozir sizlarga tajriba qilib beraman. Hozir mana men bu yerdan sakraganman, bitta risk. Ke. Uy. Shu payt uxlab qolsam mumkin bor. Ya bu yangi tug'ilgan bot ekan. Kellasini otamiz. Men bitta men kellasini Johnston. Yangi tug'ilgan qo'zichoq. Yana kellasimigadir mo'ljallamayapti. Mana kella chiqibdir. Yangi tug'ilibdi bu botcha ham. Nonga kelasanmi? Ajiga 36 dona jon qolibdi, kimda 36%. Yana men. Krisalar. Hozir bitta pislik shunday olamiz. Men bu yerdan saldan maniroq miltiqni Famas to'xta. Nu qochamiz. Yugar. Nimagadir qasr ichida o'ynalmayapman, lekin dala tomonga, xullas, tashqariga chiqsam yaxshi o'ynayapman. Risk qilib o'tib ketaman hozir. Hoppa. Do'stlar, ko'ryapsizmi? Risk. Qanday risk bu? Riskimni chiqarib tashlashdi. Predator degani qani u krisa? Qani u predator? Nashk eagle. Bitta pistik olamiz. Bitta avtomat olamiz. Men buni yaxshi emas yoki bizon. Mini Uzi. Olamiz-da qochamiz. Bu risk qilishcha yaxshi variant emas. Bundan boshqa hech qanaqa imkoniyatim yo'q. Yana riskmi? Risk qilish juda qiyin. Duxga ham bog'liq. Qochamiz. Yaxshi, avayim ekan. Qochib ulgurmaydi, chunki men juda tezkorman. Mabda. Drabashka juda qiyin. Orqadan kelib urib ketishmaymi? Ikkitalik Makon yokimda Mini Uzi. Bu mini emas, Uzi yoki minimi? Makonda endi inglizcha nomini aytay. Makonda ikkitalik qilish o'rniga men bu bolam qo'ldagi avtomatni ikkitalik qilgan yaxshi. Zombida juda zo'r foyda beradi. Makoncha zo'r avtomat emas. Yana PUBG'da Uzi menimcha yaxshi avtomat bo'lsa kerak. Men PUBG'da ko'proq do'stlar sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsam olamiz.
Sniper yaxshi bor yetmas. Ish turmuga qo'ymaydi. O'tirib qochamiz risk. Oh. Risk qochib ketamiz. No, qochishim yo'q. Qo'yishmadi. Yetar do'stlar. Rejim qoldi. Bu rejimda men faqat bir marta o'ynayman. Oxirgi yetkazishga harakat qilaman. Bir match o'ynagan xolos. O'ynalamanmikan? Bu rejim ham juda odamni qiynab yuboradigan rejimda lekin. Ikkita kill qilish bilan o'sha sразу boshqa avtomatga almashtirib beradi avtomatически. Bu krisaga ta'sir qilmayapti. Bunga ta'sir qilmayapti o'qim. Tug'ilib bo'lib ketadigan darajaga kelib oldi-yu. Ta'sir qildi. Mana shu qorayib qolishim uchun ko'raman bor. Hop. Plachkiki. Bizon. Shuni yomon ko'raman shu mantiqda. Nimagadir yomon ko'raman, bilmayman nimaga yomon ko'raman. Bu bizonda juda ko'p o'yin o'ynamayman. Bam. Yaxshi variant. Adrenalin paytida umuman. Do'stlar, pichoqda o'ynalamanmikan? Bismillahirrohmanirrohim. Pichoqda jasur o'ynalmayman. Bittaga kill qilishga ulgursa, ulgurmadim. Menga yetadi. Bu rejimni unchalik yaxshi ko'rmayman. Sniper uchun taxminiy normalniy jey u qani rummas etgancha rum deyapman. Qani sniper edi. Spider edi. Sniperga hali beribmiz. Ovoz keldi hozir. Cho'ta men aqlli botlar bilan o'ynayapman. Men bilan o'ynay turgan botlar juda aqlli. Mana birinchi sniperimiz M24. Bu krisa. Har bitta avtomat, har bitta sniperda olib ko'rishga harakat qilib ko'raman. Agar o'xshasa, o'xshamasa ham kerak. Tak. Ayimda o'chiring. Birida kerak bo'ladi, juda zo'r yordam beradi, birida bir asabni o'ynab buzib tashlaydi bor. Asab buzadi bor. Scout nomli avtomat. Avtomat bilan o'ynab bugungi videoni ham tugatamiz. Bir 5 tacha kill qilishga harakat qilib ko'raman. Shu bilan videomiz tugaydi. Kill. Tajidek qisib tur. Otib olasizmi? Ikkinchi kill. Uchinchi kill. Bu krisa 5-chi kill ham bo'ldi shekilli. Yana bitta kill qilib bo'ldi shu bilan. Video tamom.
Nu do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'ling, like bosing videoga. Shu bilan men videoyim mashhur bo'lib ketadi deyman. Hazil. Do'stlar, agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ertaga 2 dona video deb o'ylamasdan kanalga obuna bo'lavering. Men video chiqarishni kuniga kamida 3 ta yoki 4 ta video chiqaraman. Video shu bilan tamom.